Osmani sultanları. Sultan 3. Ahmet. Osmani dövlətinin 23. padişahı. Hüküm sürgən dəvri 1703 yıldan 1730 yılgacha. O 1703 yılı 23 avgustda taxtga chiqdi. 1711 yılı Rossiya bilan bo'lgan Pirot urushida Osmonilar g'alaba qildi. 1718 yildagi urushda bo'lsa mag'lub bo'ldi va Osmonilar tarixida Lale davri deb atalgan bir davr boshlandi. Bu davr kayib safa davri bo'lish bilan birga muhim yangiliklarmi borliqqa kelgan bir davrdir. Vina va Parij qatorliq shaharlarga elchilar avatildi. Chalabi Mahmad Parijdan o'rda va bog'chilarning loyihasini elib keldi. Maqsad qog'ozxona rayonini Fransiyaning Versailles shahriga o'xshatish edi. Lale davrida muhim islohotlar elib berildi. Yalova shahrida qog'oz, Istanbulda raxt zavodlari ochildi. 1727 yili tunji turk matbaasi qurildi. Dunyodagi tunji chechak vaksinasi Istanbulda yo'lga qo'yildi. Lale davridagi isrofchiliklar va Iran urushining uzunga so'zilishi xalqning isyon qilishiga sabab bo'ldi. 1730 yili 28 sentabr Patrona Halil isyoni portildi. İsyon natijasida xonning kuyovli Nevşehirlik baş vazir İbrahim Paşa öldürüldü. 3. Ahmet taxtdan tushirildi ve 1736 yılı vafot topdi. الصديق فخرا وابن عفان البعر سلان والفاتح عثمان وابنتا شفين والغازي سليمان اسأل الرومان عنهم والمجوس